Assalomu alaykum hurmatli Kamolot Nufiy fuqarolar, hamda tadbirkorlar. Bugun shu tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib o'tayotgan ekan navbatdagi Kamolot mahallasida. Mikrokredit bankda yangi proyektlar, loyihalari bor. Yangicha tartibga chiqqan kredit olish istagida bo'lgan yoshlar hamda tadbirkorlarga juda qulay kredit liniyalari chiqqan. Bundan yangi bank mahsulotlaridan masalan aytayotgan bo'lsak, mening mahallam 2 kredit chiqqan. 100 million so'mgacha 5 yil muddatga beriladi. Imtiyoz davri 3 oydan 6 oygacha bo'lgan miqdorda beriladi. Foiz stavkasi 25.5 dan 26.5%gacha. Keyingisi kelajakka qadam dasturi. Bunda asosan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilar va ularni ishga olgan tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan kreditlar. Bu 5 milliardgacha beriladi. 7 yil muddatli 2 yil imtiyoz davri bilan Markaziy bank hay'atlari stavkasiga 4% qo'shilgan holatda beriladigan kreditlar. Keyin naqdda beriladigan kreditlarimiz bor, qamal oilalar reyestrlariga beriladigan kreditlar bor. Kimni agar qiziqtirsa, o'sha kreditlar mahallaga biriktirilgan bank, mahalla banklariga hamda agentlikka murojaat qilsangiz bo'ladi.